A leap of faith. Like, what's up, danger? Like, what's up, danger? Can't stop me now! Yeah. I said I got you now! What's up, danger? Yeah, what's up, danger? 'Cause I like hot chances. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men o'sha O'zbostro Gamer. Bugungi videomizda do'stlar sizlar bilan VR olamda o'rgimchagodan bo'lib ko'ramiz. Mana to'rlayotib takoya. Mana короче, mana hozir o'chirib qo'ydik mana. Mana shu mening skinim. Mana shu mening skinim. Albatta hozir skinni almashtirishim mumkin. Bu xo'p, bu yerda skinlarim ko'p. Masalan, mana bu. Bu o'yinning nomi Untanged VR deb nomlanadi. Bu juda ajoyib o'yin. Ham bu Oculus Store'da tekin o'yin. Mana shunaqa qilib holatda uni rasmga tushib qo'ysa bo'ladi. Bundoq qilib. Короче, bu juda normalniy o'yin. Xo'p, unda hozir mana shu bitta kamerani o'chiramiz va shaharga qarab yo'l olamiz. Bundoq qilib ting urilib, shu bilan oppale. Oppale. Ana. Короче. Bu o'yinni уже нормальный vaqt o'ynab qo'ydim. Почти 1-2 haftalardan beri o'ynayapman bu o'yin. Нормальный yoqdi-da, chunki o'rgimchagodan bo'lib, prosta shunaqa qilib shaharda yurasizlar. Bunda faqat bittadan shu shahar emas, shaharlar normalligina ko'p. 4 ta shahar bor. Ham bu o'yinda multiplayer, ya'ni do'stlar bilan o'ynasanglar bo'ladi, ili любой random odamlar bilan server anaqa qilib ulab o'ynasanglar bo'ladi. Albatta u VR ochki uchun VR qurilma ona. Короче, bizda dushmanlar bor. Mana bu yerda uchsanglar ham bo'ladi. Endi nima edi? O'rgimchagodan uchganni hech qayerda ko'rmaganman o'zim ham. Shuning uchun ham tirs bu yoqdan nima qilamiz? Nima qilib ushlab, hoppala qilib. Hozir do'stlar biz jang qilamiz. Masalan, mana shu brat bilan hop. Hop. Ko'rasizmi? Bundoq qilib o'torsak bo'ladi, bundoq qilib o'torsak bo'ladi. Bundoq qilib, hop. Maniger. Qaysi biring negersan bu yoqqa kellaring? Harflar. Qansalar? Qani. Hali muammo hal bo'lmadi, chunki ana. Hop, qizil mashagan bor ekan-ku. Mencha bot hal bo'ldi-yu. Xo'p, mencha bot hal bo'ldi. Da, chotki. Mana endi hozir bitta o'rgimchagodan o'xshab chotki qilib beramiz, qarab turinglar. Bundoq, hoppa. Hoppala, ko'rdingizmi? O'rgimchagodan darji bu narsani qila olmaydi. Xo'p, короче, bizda mana shunaqa dushmanlar bo'lib turadi. Shunaqa qilib shaharda uchib yursanglar, chotki. Albatta binolarga urilib ketgan holatinglarda ham to'g'ri, sizlarga hech narsa bo'lmaydi, lekin VR ochki unaqa o'rganmagan odamlar uchun bu ashita bo'lib ketishi mumkin. Oh, what the? Hello, man. Okay, xo'p, bu yerda undoq. Короче, bu yerda ko'proq inglizlar yoki boshqa davlatdan ko'pincha odamlar o'ynashadi bu o'yinni. Lekin ko'pchiligi ingliz tilida gapiradi. Shuning uchun ingliz tilini bilgan yaxshi, albatta. To'g'ri, agar bu serverga ham bog'liq, rus tilidan gaplashadiganlar bor. What the fuck? Where the freak are you, bro? I'm on the top of the building. Yeah. Now I see you, bro. Hello. Hello. I can fly too, bro. Oh shit. Do you have this thing on your house? Do you have A few moments later. Короче, inglizchani ham yo'raverman, uni bilmadim. Короче, bu yerda o'zi ko'pchilik unaqa darajada to'liq ingliz tilida gapirmaydi. Hamma xohlagan. Короче, bir-birini tushun, muhimi bir-birini tushunsa bo'ldi. Короче, shunaqa gaplardi do'stlar. Bu ana qilib tak. Ana qilib o'rgimchagodan bo'lib uchib yurish boshlamasa.
Mana shu qayerdandir как раз. Do'stlar, bizada короче nima bor? Dushmanlar bor. Dushmanlarni nima qilish kerak? Yengish kerak. Negr basharalarni yo'q qilish kerak. Qiptilbaylarni yo'q qilamiz. Bu yoqqa isqirt, bu yoqqa. Hop. Voy. Nima bo'lib qoldi? Короче, do'stlar, xo'p, bu boyga aniq qilganim ishlamadi. Shuning uchun to'ta gadjetlarim shu yerda. Nima deyapti? Yangi missiyami? Короче, do'stlar, unda hozir uchishda qolib ketdimmi? Bo'ldi. Xo'p, unda mana Super City boyga aniqlaydi, bu qishli zona. Hozir agar mana Clistina Cityga qo'yadigan bo'lsak, bu ham katta, cho'tki. Xo'p, agar Night Web Cityni qorong'iga qo'yadigan bo'lsak, qorong'i bo'ladi. Lekin kunda o'ynagan yaxshiroq. Shuning uchun mana bunday qilamiz. Bro, Okay, what do you want? A few moments later. Xo'p, bu yerda hech qanaqa qish yo'q. Bu yerda faqat tun. Lekin tunda chiroyliroq ko'rinadi botlar. Ja unchalik emas, lekin bu ham normalniy. Hop, Super Cityda o'ynatdim. Mana ikkalasi bir xil. Endi Clistina Cityga kiramiz. O'singcha. Hoppala. Lekin shu paytgacha do'stlar, bitta gap aytaman. Biron marta mana shu Verachkida любой bir multiplayer, ya'ni ularni o'ynaydigan o'yin o'ynaganimda bironta bir o'zbek uchratmaganman, do'stlar. Birorta bir o'zbek bola yoki boshqani uchratmaganman shu paytgacha. Hop, o'sha Clistina City. Ay. Bu ham vashshi katta, aniqlik haqiqiy shahar. Bu juda katta lekin. Вообще-то. Короче, o'rgimchak odam o'ynamashdi, do'stlar. Ya'ni bunaqa o'yinlar normalligina ko'p. Masalan, yana Battle Glide degan o'yin bor. Ya'ni browser o'zida bitta o'yin bor. O'sha o'rgimchak odam bo'yicha. Yana VR chat degan o'yinda ham shunaqa o'rgimchak odamga oid o'yinlar bor. Lekin bu nima qilib aytganda ham tekin, ham sifatli-da. To'g'ri, ba'zi joylarda muammolar bor, lekin barga ham tekin bo'lganiga yarashadi bu. Mana o'rgimchak odam nima qilardi? Mana ikkisida hozir. Mana shunaqa qilib otarmidi? Qani 3 sencha isqirt 3 dedim. Isqirt 3. Ye? Unda yaxshi. Hozir mana shuni seriyasini takrorlab ko'ramiz. Hech qay mana uni ustiga. Bo'ldi. Mana endi Tarzanga o'xshab bu sal ushlash qiyinroq ekanda. Mana qilib borib devorga tars kalla qo'yardi. Agar o'sha vaqtda o'rgimchak odam o'lgan bo'lganda nima bo'lardi? Kino. Voy, mana shunaqa burchak nimalargadir ham tiqilib qolish yoqmaydi. Lekin keyin menga ana Super City boy qishki zona ham rosa zo'r. Ham dushmanlar ham ko'p chiqadi, ham o'zi ham grafikasi ham zo'r, ham qish uchun mos ishlangan. Buni yoqtiradigan sababi chunki bu yerda anaqada. Bu yerda nima desa bo'ladi anaqa. Короче, zona kattaroq. Bemalol unda uchib yurish mumkin-da. Unda esa bu yerga odam kam kiradi, juda kam kiradi. Chunki bu yerda anaqa dushman narsalar yo'q, bu yerda faqat siz va mashit. Menimcha hozirchaga o'rgimchak odam bo'lganim yetadi deb o'ylayman. Do'stlar, agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimga obuna bo'lib, o'zingizlarning fikringizni izohlarda yozib qoldiringlar. Menimcha bu videoyim ham boshqa reklam chiqmaydi, hech kim ko'rmaydi ham. Bu safar eng uzog'i bir 100 tacha bir ko'rish bo'ladi, 2 ta dona, 3 ta dona like bo'ladi, 1 ta dona komment bo'ladi.
Agar rostdan ham videoni shotgacha ko'rgan bo'lsanglar, kommentariyada o'rgimchak odam yoki Spiderman yoki o'rgimchak, xullas shunga o'xshagan narsalar yozib qoldiringlar. No, menimcha hech kim bunaqa yozmaydi, chunki hech kim bitgacha ko'rmaydi. Короче, unda mayli. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, sizlar bilan Subastro Gamer bo'ldi.